Rus tili va adabiyoti kafedrasi doktori Mavlon Boboxonov. Samarqand viloyatining Narpay tumanida Mang'it mahallasida dunyoga kelganman. Otam bir umr dalada traktor haydaganlar. Orzularim ketidan Toshkentga qarab yo'l olgan edim. Samarqand davlat universitetini magistratura yo'nalishiga o'qishga topshirib, uni tugatib, undan keyin aspiranturasida o'qidim. Undan keyin doktorantura kelajagi yo'q jurnalistikani bizda. Shu ilm sohasiga o'tganim ma'qulmi degan bir ichki bir o'zgarish bo'ldi. Shuning uchun menimcha ilm tanlab ketgan bo'lsam kerak. Istalgan tilni, xorijiy tilni 3 oyda o'rgana olar ekansiz. Bu qay darajada to'g'ri? Uyga berilgan vazifani o'sha yigit yoki qiz uyda bajarmayotgan bo'lsa, o'z ustida muttasil ishlamayotgan bo'lsa, eng kuchli repetitor ham uni ingliz tilini o'rgatib qo'ya olmaydi. Yozuvchi mavjud hokimiyatga ozgina muxolifatda bo'lish kerak. Maqtayversa hamma narsani, uni yozuvchilik yozgani biroz muddatdan keyin hech kim o'qimay qo'yadi. Ko'p murojaat qilgan kitobingiz. Mixail Bulgakovning Usta va Margarita, Fan va turmush, Mushtum, Sharq yulduzi, Gulxan jurnallariga onam albatta obuna bo'ladi. Har soni uyimizda taxlam turadi. Odam zoti xatolar ustiga qurilgan bo'ladi. U xatolaridan har safar xulosa chiqarib boravermas ekan, u inson bo'la olmaydi emas. Bugun media asrida yashayapmiz. Sun'iy intellekt, sun'iy idrok bu bugungi kunimiz. Odamlarni biroz tambal qilib qo'yishi mumkin. Ijodni agar ko'chasiga kirgan odam bo'lsa, uni tark etmaydi hech qachon. Jahon adabiyotida ham o'sib, ulg'ayib ketish holatlari ko'rmayapman hozir. Yozuvchi zoti hech qachon plankani pastga tushirmasligi kerak. U faqat yuksak maqomda yozuvchi kerak. Orzuyingizdagidan ham yaxshiroq yashamoqchimisiz? Kitob o'qing.